$8 2 kishiligi $28 kunligi endi u qancha tursangiz çox hisoblanaveradi. Bir xona, 2 xonalikka 4 kishi bemalol joylashib, 5 kishi bemalol joylashib, bemalol yashaydi. Banilar alohida, tualetlari $28. Oziq-ovqatga endi o'rtacha bir oyga shu ko'proq xarajat. Pul mablag'lariga to'g'risi men aralashganim yo'q. Ukam bilan kelinimiz ikkovlari hal qilishyapti. To'g'rirog'i buni nima deydi? Ortiqcha deb bildim o'zimga. Shuning uchun ularga tashlab qo'ydim. O'zlari hal qilishyapti. Kami 30 ming ketadi-da. Men bir 4 kun yotib qoldim. Isitmam chiqib qolib, tepada ikkinchi etajda qimmatroq ekan. $1000 ekan agar yotib qolsa bir kunga. Agar ikkinchi aravada yotsa palatada pastda $400 $500 bilan ana qilsa bo'ladi. Bir kun tepada yotdim, keyin bu yoqda yotdim. $2400 yerda to'ladim. Yana bir kun yotdim, $800 to'ladim. Agar ko'proq mazzasi bo'lmasa 30 mingdan ko'p ketadi. Yasinsa shu $19. Biz 2 xonali uyda $30. Resetdan tashqari $500 ketdi. Dorilar qolmay qolar ekan, dori olmayotgansiz, pastga tushib, masalan bir oy, 3 oy, 6 oy ichish kerak. Bir oylik dorilar tugab bo'lgan paytda sotib olasiz, shuni $500 ketadi. Mehmonxonaga 10 kunga $180 pul to'ladi. Ovqatlanishga men ketsa bir o'zingiz ehtiyojingizga qarab ishlatishingizga bog'liq. Birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda ketsa $500 ketadi. Mana zil ko'p ketmaydi. Yaxshi.